Meyip dostlar dikkat. Muşu filmni ko'rgan her bir saq dostlar. Bu filmni serip ötküzüp etmey, her bir meyip dostlarımız to'liq ko'rgichi taqtib qo'yinglar. Salam dostlar, qandaq ahvolinglar? Men Musa Bay. Men muşu necha oydan buyon jamiyatga aktiv energiya taqtib, nurg'un yaxshi ishlarni qilib keptiman. Endi navbatda sirtqa chiqib ishlash iqtidori yo'q, pul tepish iqtidori yo'q. Muşu oilasida o'ltirib qolgan meyip qarindoshlarni ko'zda tutib, tuvandikidek yaxshi ishlarni qilmoqchi. Birinchi, pat yaqinda muşu Urumchida maxsus meyip dostlar jibo qiladigan, ya'ni bevosita ko'rsatib mal sotadigan o'rindan birini tayyor qilmoqchi. Bu chaqmish Urumchidagi meyip dostlar kelib, jibo qilib foydalansa bo'ladi. Biz foydasini olmagan asosda, barliq foydani meyip dostlarga o'tin bergan asosda sharoit o'rin bilan ta'minlaymiz. Ikkinchidan, mushu har qaysi tor supullarda mal setayotgan, serqarov esib, mahsulot setayotgan meyip dostlar bizning mahsulotni ulab satsanglar, foydasini eng yuqori holatda sizlarga tangshab beramiz. Foydaning hammasini asosan sizlarga beramiz. Uchinchi, mushu iqtisodiy kirim yoritay, uyda bekor o'ltirib qoldim, bir koy bo'lsin pul topay degan meyip dostlar uchun biz Musa Bay shirkatimizning mahsulotlarining vakolatchiligini haqsiz beramiz. Bir mo'chan vakolatchilik haqqi olmaymiz. Mana mushundaq yaxshi ishlar bilan meyip qarindoshlarga biz mulozimat qilamiz. Chunki endi hozir jamiyatda meyip dostlarimiz jiq. Biz har bir yerga berib, har bir meyip dostlarga yordam qilib bo'lmaydi ekanmiz. Shunga mushundaq yaxshi ishlar bilan ularga oz to'li bo'lsin bir yordam qo'limni sunay deb o'yladim. Musa Bay, yaxshi qilibsiz, yaxshi o'ylabsiz, davomli tirishing, qo'llaymiz deydigan do'stlar, yurak belgisini besib, inkas rayoni gul-gullarni yo'llab, mushu filmni kuchab, har bir meyip dostlarimiz ko'rgicha boshqalarga ham bahrlab avatib taqtib qo'yinglar. Shu meyip dostlarimiz ko'rib, bizi bilan aloqalashsin. Unda xo'sh jafo chekdinglar do'stlar, hammanglarga rahmat.